Salom do'stlar. Bugungi darsimiz kompyuterni yangi o'rganayotganlar uchun papkalar va fayllar bilan ishlash to'g'risida. Demak, boshladik. Siz kompyuterda papkalar va fayllar bilan asosan Moy kompyuter bo'limida ishlaysiz. Moy kompyuterning D diskida saqlaysiz. Asosiy fayllaringizni, ya'ni papkalaringizni Moy kompyuterning D diskida saqlaysiz. C diskda saqlasangiz ham bo'ladi, lekin bu xavfsiz hisoblanmaydi. Shuning uchun sizlarga D diskda papkalar va fayllarni saqlashingizni tavsiya qilaman. Demak, boshlaymiz. Buni ko'rsatib beraman. D diskga kiramiz. Bu yerda siz papka yaratishingiz uchun ikkita usuli mavjud. Birinchi usuli bu menyuning tepasida ko'rib turganingizdek Новая papka degan yozuv bor. Новая papka degan yozuvni bir marta bossangiz kifoya. Va bu yerda ko'rib turganingizdek Новая papka paydo bo'ldi. Buni nomini o'zgartirishingiz mumkin. Test 1 va Enter tugmasini bosasiz. Yana shu holatda yana papka sozdat qilishingiz mumkin va buni nomini o'zingizga qulay bo'lgan, kerakli bo'lgan nom bilan nomlashingiz mumkin. Bu yaratgan papkalarimizni ichiga yana papka sozdat qilishingiz mumkin. Buni ichiga kirib turib, yana o'sha Новая papka degan yozuvni bosasiz va yana uni nomini o'zingizga kerakli bo'lgan nom bilan nomlaysiz. Bu papkalardan orqaga qaytish uchun bu yerda ikkita usuli bor. Ya'ni mana bu yuqori qismida Новая Tom Dni bossangiz, boyagi главный menyuga qaytamiz. Yo bo'lmasa, mana bu yerda nazad belgisi bor. Buni bossangiz ham oldingi menyuga qaytadi. Endi ikkinchi usuli papka yaratishning, shu menyuda sichqonchani chap tugmasini bir marta bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek menyu chiqadi. Bu yerdan sozdat bo'limiga tushib, sozdat bo'limidan papka degan yozuvni tanlaymiz va uni sichqonchada bir marta bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda papka paydo bo'ldi. Uni nomini o'zingizga kerak bo'lgan nom bilan nomlaysiz. Va ko'rib turganingizdek yana papka paydo bo'ldi. Endi bu papkalarni zinachogini o'zgartirish mumkin. Buning uchun papkani zinachogini o'zgartirish uchun siz papka ustiga sichqonchani olib borasizda, sichqonchani o'ng tugmasini bir marta bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek menyu chiqadi. Bu yerdan eng oxiridagi Свойства degan yozuvni tanlaysiz va uni sichqonchani bosasiz. Va bu yerdan Настройки bo'limiga kiramiz. Настройки bo'limidan biz Снимить значок degan yozuvni tanlab, Снимить значокni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda bir qancha значокlar mavjud. O'zingizga qulay, chiroyli bo'lgan, o'zingizga yoqqan значокni tanlab, misol uchun mana bu daraxtni tanlab, OK tugmasini bosamiz va Принять OK tugmasini yana bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek biz yaratgan papkani znachogi o'zgardi. Shunday qilib keyingi papkalarni ham zinachogini o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni shunday sichqonchani bir marta bosamiz va Свойства bo'limiga kiramiz. Bu yerdan Настройки bo'limiga kiramiz va bu yerdan Снимить значок. Va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan zinachokni tanlab OK tugmasini bosib, Принять OK. Ko'rib turganingizdek papkani zinachogi o'zgardi. Endi ikkinchi mavzumizning ikkinchi asosiy mavzusi darsimizning fayllar bilan ishlash, ya'ni siz bu papkalarda fayllarni qanday ishlatasiz. Buning uchun siz biror bir faylingizni biror bir papkaga joylash uchun shu papkaga kirasiz. Kirganingizdan keyin bu papkaga faylingizni joylashingiz mumkin. Buning uchun bizga biror bir faylni misol tariqasida ko'rsataman. Mana bu faylni shu papkaga olib o'tishning ikki xil usuli bor. Birinchi usuli sichqonchani chap tugmasini bir marta bosib, sichqonchani qo'yib yormasdan shu papka ustiga olib borib, sichqonchani qo'yib yorasiz. Mana ko'rib turganingizdek bu fayl bu papkada ham paydo bo'ldi. Ikkinchi usuli, buni hozir udalatib tashlaymiz. Ikkinchi usuli sichqonchani o'ng tugmasini bir marta bosasiz va bu yerdan kopirovat yozuvini bosasiz. Va siz joylamoqchi bo'lgan papkaga sichqonchani, ya'ni o'ng tugmachasini bir marta bosib, bu yerdan Ставить degan yozuvga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek fayl bu yerga kopirovat bo'ldi. Endi faylni
ko'chirib o'tishning yana bir usuli bor. Bu faylni tag tugi bilan ko'chirib o'tish. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmachasini yana fayl ustiga bosasiz. Bu yerdan verizat degan yozuv bor. Verizat yozuviga bosamiz sichqonchani. Va kerakli bo'lgan papkaga, ya'ni sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, bu yerdan start degan yozuvga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu papkadan faylimiz kerakli bo'lgan papkaga tag tugi bilan ko'chib o'tdi. Shunday qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan papkalarni papkadan shu usulda ko'chirishingiz mumkin. Yo kopirovat qilib yoki verizat qilib ko'chirib olib o'tishingiz mumkin. Bugungi darsimiz papkalar va fayllar bilan ishlash haqida edi. Videoga tushundingiz deb o'ylayman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Xayr do'stlar, keyingi darslarda sizlarni kutib qolaman.